Shu o'rinda ana shu elni, davlatni, mulkida ustida o'tiradigan odamlar bor. Ularga ham aytadigan gapimiz bor. Sizlar ham musulmonsizlar. Sizlar ham o'lasizlar. Sizlar ham ertaga Allohning oldiga borasizlar. Iymoninglar bor bu narsaga. Sizlar elni, mamlakatni, mulkini ustida omonatdorsizlar. Qiyomatda mana shu har bitta qilgan ishinglarga javob berishinglar esdan chiqmasin. Allohdan qo'rqinglar. Agar kimdir mana shunday bir elni, yurtni, mamlakatni pulini yegan bo'lsa, haromligini bilmagan bo'lsa yoki beparvo bo'lgan bo'lsa, Alloh aytayapti. Kim Allohdan qo'rqsa, uning yomonlik gunohlarini o'chiradi Alloh va uning ajr mukofotini ulug' qiladi. Allohdan qo'rqsin, yegan bo'lsa qaytarib qo'yib qo'ysin. Chunki qiyomatda faman ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara.